sevitib, dərhal balasının xatirdansının bir günlük işlerini görüp çıkıdı. Çünkü bala bakıcının balısıga qandaqdır bir ziyonliq bo'lgan ishlarni qilib qo'yishdan ansiraydi. Bularda ming anlagandim, bir ko'rgan a'lo degan gap bormi yo'q, uni bilmadim. Almisoqdan tortib odamlar o'z ko'zi bilan ko'rgan narsalarga ishonishga omroq edi. Hozirga kelganda fan texnikaning yordamida texmi ko'p narsalarni ko'rish iqtidoriga ega bo'lganimizda, xuddi bu hikoyadagi ar-xotindek ular aslida o'zida bor bo'lgan ishonch va tuyg'ulardan voz kechib, ko'z orqali haqiqatni bayqashni tanlagan edi. Bu filmning qiziqarli yeri shuki, fan texnika turmushimizni o'zgartirish bilan birlikda birga shundoq bir fikrni tashlaydi. Agar bu fan texnikalik buyumlar bo'lmasa, bu ahvollar yana yuz beradi. Inchiklik bilan filmni ko'rsak, rejissor amaliyotda ba'zi inchik nuqtalar bilan filmdagi bosh personaj Liamning mijoz xarakterini yo'rt bergan edi. Masalan, o'ziga ishonmasligi, issiz bo'lishi, nozik va kishilik munosabatga moyil bo'lmasligi qatorliqlar. Bu personaj xarakterlari tabiiyla Liamning ko'p qism zehni va vaqtini ayoliga sarf qilishini keltirib chiqargan. Mening texib pishib yetilmagan shaxsiy qarashimga asosan, mencha bu xotirdansi bo'lmagan ahvol ostidami? Bu bir jup er ayol o'xshash tragediyaga yo'liqish mumkin edi. Balkim qarshi tarafning telefon xotirasini oqtirish orqali va yoki kayniga tushish orqali hatto ayolning fazilatini dalillay olmaslik sababli texmi gumon azobga tushib tugishib ketish degandek. Men burun shundoq bir nazariyani olaman. Ko'pincha odamlar sinashga bardoshlik berolmaydi. Bo'libmi biz bir turli vositalar orqali so'ygan odamimizni sinaganimizda ko'pincha vaqtlarda mamnun qilarlik natijaga erisha olmaymiz. Mencha qiz o'g'illar o'tirsidagi qismat shu muvaffaqiyatda muvofiq biraylarni uchrashishdan iborat. Bu boshqa muvofiq odamlarning hamda uchirmasligidan derak bermaydi. Bizning birsiga bog'lanib bo'lgan vaqtimizda bu xil odamlarning yo'qolishi ko'pincha vaqtlarda bizni besaramjon qiladi. Yana bir o'xshash nazariya bo'lsa, muhabbat gumonga bardoshlik berolmaydi. Siz tuxumdan tukundiradigan pozitsiya bilan ko'ringizni kuzatganingizda, balkim siz uning ilgari o'ylagandek omoq emasligini bayqashingiz mumkin. Xuddi menga o'xshash ovozim balkim mening eng mukammal holatim bo'lishi mumkin. Men so'zlagan filmlarni ko'rish bilan meni yoqtirib qolgan to'rdoshlar balkim mening kamchiliklarimni bayqaganda menga uch bo'lib qilishi mumkin. Shuning uchun to'rdoshlarning qallasida mening sizlarga ma'naviy oziq ata qilayotgan vaqtimdagi simoyimning qilib qilishini umid qilaman. Har qaysi to'rdoshlarga rahmat. Rost. Yandan bayan buningdan keyin mo'shundaqli astoydil gaplarga o'xshaydi deb qolmanglar. Yandan bayan yana sizlarning burunqi yuzi tuban xijildan do'stinglar. Texmi ko'p qiziqarli esil asarlar har vaqt sizning huzuringizda bo'lsa. Yandan bayanga qiziqsangiz, texmi ko'p filmlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Hanus saloniga kiring. Salon nomi oshpatda yizig'liq. Tovshanlarimni bossangizlar, ustiga yizig'liqchimi?